Ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz 10 kilovatlik stansiya sizga qanchaga tushishini bilib olasiz. Volter Energy firmasidan. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. 22-may holatiga quyosh panel narxlarini sizga komplekt stansiya narxida yoki material ko'rinishida ham hozir tushuntirib beramiz. Ko'pchilik nimaga quyosh panel narxi qimmat, buni qanday arzon tushirish mumkin deb savol beradi. Sizga taklifimiz to'liq stansiyani yoki bizga qo'ydiring yoki o'zingizni viloyatingizdan yoki yashash joyingizdan usta topib mahsulotni yetkazib berishimiz ham mumkin. Buning uchun 10 kilovatlik stansiyada sizga nimalar kerak bo'ladi? Demak, aynan 22-may holatiga narxlarni chiqarib yozganmiz. Jinko 625 wattlik panelidan 16 dona sizga taxminan $1560 atrofida panel tushadi. 16 tasi. Inverter 1 dona 10 kilovat DE xonadon bo'lganligi uchun bir fazaligini bu yerda narxini yozganmiz $580. Quyosh panel uchun aynan o'zining kabeli ishlatiladi. 1.6 secheniyada Xitoydan kelgan, ya'ni Lider brendiga tegishli 100 metri $105 ga chiqadi. Hamda qo'shimcha aksessuarlar, ya'ni DC avtomat, uzib, предохранитель hamda o'zini krepleniyalari bor. Bularning umumiy narxi taxminan $70 atrofida sizga aylanadi. Shunda 10 kilovatlik o'zini premium aksessuarlar bilan narxi $2315, material narxi chiqyapti. Bizdan sizga sotishimiz narxi. Demak, yana qo'shimcha qanaqa xarajatingiz bor? Siz bunga $300 atrofida konstruksiya uchun xarajat qilasiz, $2600 bo'ldi va yana usta haqqi $300 atrofida bo'ladi. Kelishishingizga qarab, shunda umumiy narx sizga $2915 ga chiqyapti. Buni bugungi kurs bilan hozir men so'mda hisoblab ko'rsataman. Demak, $2915 12100 holatida agar o'zingiz o'rnatsangiz 35.200.000 atrofida chiqyapti. Endi sizga buni to'liq komplekt narxida firmalar qancha narx beradi? Hozirgi kunda 38-40 million atrofida narx berilyapti. Sizga qaysi yo'l qulay? O'zingiz hamma mahsulotni yig'ib qo'yishmi yoki shu ishni to'liq bir firmaga topshirishmi? Agar bizdan materialni xarid qilsangiz $2315 ga sizga tovarimiz bor yoki to'liq 40 million so'mga podключ ustanovkani ham taklif qilamiz. Qaysi sizga qulay bo'lsa, bizda hammasi mavjud. Demak, hurmatli do'stlar, bu yerda 10 kilovatlik stansiyani umumiy narxini tanishtirdik. Sizga 20, 30 yoki 50 yoki yana ham kattaroq stansiya bo'yicha narxlar qiziq bo'lsa, video ostida telefon raqam qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, konsultatsiya olishingiz mumkin. Salomat bo'ling.